Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. 2025-yil 22-mart kuni mana Umakay qishlog'idamiz, Pastarg'omdamiz. Mana bu yerda Dinamit Ultra qo'llangan. Mana Misha bobomiz o'zlari. Mana dehqon akamiz sherga o'tib qolganini ko'rib yuribmiz. Mana bu yil bug'doylar, hamma bug'doylar arqaga deydi. Mana bug'doylar hamma zo'ri mana shu yerda mana. Mana gandamashlarda. Dinamit Ultra tepilgan, o'ldirganligi, mana lekin bug'doyni qarang. Begi bug'doyni ko'rib ko'zingiz quvonadi. Bug'doyni qarang qalinligini. Dehqonchilik mana. Oziqa nima uchun oziqa kerak? Amafos kerak mana nima uchun? Mana yer. Mana manzarani qarang chiroyliligini, bug'doyni qarang chiroyliligini. Mana dehqon o'rnaga olsa bo'ladigan dehqonlar mana. Dorini berish kerak, yer allamaydi. Nima deysiz Misha bobo shunga? To'g'ri. Necha kilodan amafos bergansiz Misha boboga? Bu yerda 250 kilodan amfoz berilgan. Undan keyin fevral oyida o'g'itlash bo'ldi. Yaqinda yana bir o'g'itlab sug'ordik. Ishlov berganmiz, agrotexnik ishlovlar berilgan. Degan o'g'itlarga gandumak, raygras, hasharodor salisitlarimiz yo'q. Misha bobo qarang, buni nechinchi sanaga ekkansiz bug'doyni? Bu bug'doyni shu где-то 8-noyabrga ekkanman. 8-noyabrda ekkansiz, buni bug'doyni qarang. Buni ko'rgan odam buni ertachi bug'doy, bu oktyabrda ekilgan deb o'ylaydi, lekin mana. Kechki bug'doy ekilgan, kechki, lekin mana dorini kuchi. Mana dehqonchilik. Mana hozir mana ko'p poliyalar ko'rib kelyapmiz. Jijo qizilgan, nuro qizilgan, amfoz berilgan mana bug'doy. Xudo xolasa oxirigacha to'g'ri qo'llanilsa, bu yerda 70-80 sentner bug'doy bor. 5 yildan beri Mansifat Agro mana shu tashkiloti bilan biz ishlayapmiz. Xudoga shukr, yomon emas, hosilda ham yaxshi olyapmiz. Misha bobo, ishlaga omad, charchamang. Rahmat. Rahmat. Katta rahmat.